هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Meryem tefsiri 38. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dektanlağa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Meryem suresi 38. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ula bizning dergahimizga kelgan kunda, ya'ni qiyomat kunida quloqlari toza anglaydigan, ko'zlari toza ko'radigan bo'ladi. Lekin zolimlar bugun, ya'ni bu dunyoda ro'shan gumrohlikdadir. Ularni, ya'ni xaloyiqni hasrat kuni, ya'ni qiyomat kunidan ogohlantirgan. U chaqda hamma ish bir taraf qilingan bo'ladi. Halbuki ular g'aflatdadir. Qiyomatni inkor qilmoqdadir. Zaminga va zamin ustidagi barchaga cho'qim biz varislik qilamiz. Ular hisob berish uchun bizning dargohimizga qaytariladi. Kafirlarni hasratlik kun bo'lgan qiyomat kunidan qo'rqitish. Allah Teala kafirlarning qiyomat kunidagi ahvolidan xabar berib mundaq deydi. Şeksiz ular qiyomat kuni bek anglaydigan ve bek ko'radigan bo'ladi. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Eğer sen günahkarlarning Rabbinin dergahida başlarını sangılatıp tuğanlıqını ko'radigan bo'lsang, albatta qo'rqinchli holatni ko'rgan bo'larding. Ular aytdi: Rabbimiz ishning haqiqatini ko'rdik, angladik. Bizni yaxshi amal qilish uchun dunyoga qaytargan. Ya'ni ular bu so'zni hech qanday narsa ularga foyda yetkazolmaydigan chog'da deydi. Eğer ular bu so'zni azobni ko'rishdan burun degan bo'lsa, albatta u so'z ularga foyda yetkazgan ve Allah Teala'nın azobidan qutuldirgan bo'ladi. Ular bizning dargohimizga kelgan kunda, ya'ni qiyomat kunida quloqlari toza anglaydigan, ko'zlari toza ko'radigan bo'ladi. Lekin zolimlar bugun, ya'ni bu dunyoda ro'shan gumrohlikdadir. Yani ular bu dunyoda anglayolmaydi, ko'rolmaydi ve o'ylayolmaydi. Ularning to'g'ri yo'lga kirishi talab qilinganda ular to'g'ri yo'lga kirmaydi. Ular o'zlariga hech qanday narsa foyda yetkazolmaydigan qiyomat kunida Allah Teala'ga bo'ysunadigan bo'lib qoladi. Ularni, ya'ni xaloyiqni hasrat kuni, ya'ni qiyomat kunidan ogohlantirgan. U chaqda hamma ish bir taraf qilingan bo'ladi. Halbuki ular g'aflatdadir, qiyomatni inkor qilmoqdadir. İmam Ahmad Abu Sa'id'dan Peygamber Aleyhisselam'ның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Cennetga kirdiganlar cennetga, dovzaxga kirdiganlar dovzaxga kirib bo'lgan vaqtda o'lim keltiriladi. U xuddi rangi oq qora aralash bo'lgan qo'shqarga o'xshaydi. Ondan u cennet bilan dovzaxning oraliqidagi yerga elib kelinib, turg'izib qo'yiladi. Ondan cennetga kirganlardan: "Ey cennetga kirganlar, bunu tanımsizlar" deb so'raladi. Ular boyunlarını so'zib, uningga qarab, "Ha, tanıymiz, bu bo'lsa o'lim" deb javob berdi.
Andın dozaq kirgenlerden. Dozaq kirgenler, bunu tanımsızlar deb so'raladi. Ular boyunlarını so'zib, ona qarab, "Ha, tanıymiz, bu ölüm" deb javob berdi. Andın onu bo'g'izlashga buyruq qilinib, bo'g'izlanadi. Cennetkilarga, cennet kirgenler, sizlar cennetde mangu qolasizlar. Buningdan keyin o'lish yo'qdir. Devzaqtikilarga, devzaq kirgenler, sizlar devzaqda mangu qolasizlar. Buningdan keyin o'lish yo'qdir deb jakarlandi. Ondan Payg'ambar alayhissalom bu oyatni o'qidi. Ularni, ya'ni xaloyiqni hasrat kuni, ya'ni qiyomat kunidan ogohlantirgan. U chaqda hamma ish bir taraf qilingan bo'ladi. Halbuki ular g'aflatdadir, qiyomatni inkor qilmoqdadir. Ve qo'li bilan ishorat qilib, dunyodagi kishilar dunyoning g'aflatidir dedi. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu bir qissini bayon qilib o'tib, mundaq dedi. Qiyomat kuni har qanday bir kishi o'zining jannatdagi va do'zaxdagi o'rniga qaraydi. Ondan devzaktaki kişiler eğer iman etkan bolsa Allah Teala tarafından ulağa tayarlap koyulgan cennetteki ornunu gördü. Andın ulağa eğer sizler iman etkan yaxşı işlerini ve yaxşı işlerini kılgan bolsanlar sizler köygen cennetteki bu orun sizlerinin bulattı değildi. Şunun bilen ula hasretlenip gidiyordu. Andın cennet ehlige. Eğer Allah Teala sizlerge cennetni bermegen bolsa, sizler köygen devzaktaki orunga kirettinlar deyildi. La ilahe illallah Muhammed Resul. Ziminga ve zimin üstedeki barçıga çokum biz varislik qilamiz. Ular hesap berish uchun bizning dergahimizga qaytiriladi. İbn Ebu Hatem, Hazim İbn Ebu Hazim Qati'nin mundaq deganligini rivoyat qildi. Ömer ibn Abdülaziz Kufa'nın mas'ul bo'lgan Abdulhamid ibn Abdurrahman'a mundaq deb xat yozdi. Allah Teala'ga hamda sana Peygamber aleyhisselam'ı durud aytib bo'lgandan keyin Allah Teala hakikaten mahlukatlarni yaratgan vaqtida ularga ölümni bitib etgan. Allah Teala ularning en ahirki qaytish o'rnini o'zining dergahı qildi. U o'zining bilimi bilan saqlagan ve farishtalar uning nuqsonsizligiga guvohlik bergan rastchil kitob bo'lgan Qur'onda ziminga ve zimin ustidagi barliq narsalarga cho'qim o'zining varislik qilganligini, ular hesap berish uchun onun dergahıga qaytiriladiganligini dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kitapta yani Kur'an'da İbrahim kıssasını bayan kılgın. O hakikaten tolum rastçıl peygamber idi. Öz vaxtida İbrahim atısığı etti. Ey ata, nemişqa anlamaydigan, köymeydigan ve sana hiç nersige esqatmaydigan narsalarga cho'qinasan? Ey ata, mana sen bilmaydigan ilmlar nazil bo'ldi. Mana ergeshgin, seni to'g'ri yo'lga boshlayman. Ey ata, şeytanga cho'qinmagan. Şeytan merhametlik Allah'a hakikaten asilik kıldı. Ey ata, senin merhametlik Allah'ın azabı qilishingdan, şeytanның hamrohiga aylanib qilishingdan qo'rqaman. İbrahim aleyhisselamның dadisi qilgan nasihati. Allah Teala Peygamberi Muhammed aleyhisselamga mundaq dedi. Sen İbrahim aleyhisselamның neslidan bo'lgan ve özlerini onun dinida deb da'vo qiladigan odamlaringa, butlarga cho'qinadigan heliqi kishilarning ahvolini deb bergin ve ularga Allah Teala'nın do'sti, rastchil payg'ambar
İbrahim aleyhisselamның dadısı bilen bolgan munazirisini ve onu butqı çoqunuşdan qandaq tosqanlığını sözlep bergen. U dadısını butqı çoqunuşdan tosup mundaq dedi. Ey ata, şeytanğa çoqunmagан, şeytan merhametlik Allahqa hakikaten asilik qildi. Allah Teala bu vaqtda yani şeytanğa ibadet qilmaslik to'g'risida mundaq dedi. Sizlarga payg'ambarlarim orqali ey odam bolalari, şeytanğa cho'qinmanglar. U haqiqatan sizlarga oshkora dushmandir. Manga ibadet qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir deb tavsiya qilmadimmi? Ular yani mushriklar Allah'ını qo'yib faqat o'zlari kishi namlar bilan atib olgan butlarga ibadet qiladi. Faqat Allah'ның ibadetinden baş tortgan şeytanga ibadet qiladi. Ey ata, senin merhametlik Allah'ның azabıga kelişiңден, şeytanның hamrohiga aylanib kelişiңден qo'rqaman. Yani faqat şeytanla senin hamrohing ve yordamching bo'ladi. Hech qandaq ish şeytanның yoki uningdan boshqasining ixtiyorida emas. Belki senin uningga ergashganliging sening azob qilishingga sababchi bo'ladi. Allah Teala bu vaqtda yani şeytanga ergashgan kishining qattiq azob qiladiganligi haqida mundaq dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah nam bilen qasamki senden ilgiri ötken ümmetlerge hakikaten peygamberle evettik. Şeytan ulanın amellerini özlerine çıraylık gösterdi. Şeytan bugün ulanın yardımcısıdır. Ula ahirette qattiq azapqa duchar bo'ladi. O yani Azer aytdi. Ey İbrahim, sen mening ilahlarımdan yüz öğürmekçimisan? Eğer sen mundaq qilishdan yanmasan, çoqum seni taş kesak qilib o'ltirman. Uzaq zaman menden yiroq turgin. İbrahim aytdi. Sana amanlık bolsun. Rabbimden sana mağfiret tileymen. Allah bana hakikaten mehribandır. Sizlerden ve sizler Allah'ını koyup çoqunuvatgan neslerden yiroq bo'laman. Rabbimge ibadet qilaman. Rabbimning ibadetinden mahrum bulup kalmaslıkını ümit qilaman. İbrahim aleyhisselamның atısının bergen cevabı. Allah Teala İbrahim aleyhisselamның atısının öz oğlu İbrahimning degan gaplarga mundaq deb javob berganligidan xabar berdi. Ey İbrahim, sen mening ilahlarımdan yüz öğürmekçimisan? Yani eğer sen onunla ibadet kılışını halımısan, onu tıllaştın ve ayıplaştın yangın. Eğer sen bunda kılıştın yanmısan, çokum seni taş kesak kılıp öldürmem. Bu ayetning ma'nosi haqida İbn Abbas, Suddi, İbn Jurayj, Zahhak ve başkalar mundaq dedi. İbrahimning dadısı onunla mundaq dedi. Eğer sen onu tıllaştın yanmasan, men senden qisas elip seni tıllayman ve ayıplayman. Uzak zaman menden yiroq turgin. Mujahid, Ekrime, Said ibn Jubayr ve Muhammed ibn İshaq qatorliqlar bu ayetning ma'nosi haqida mundaq dedi. Sen menden bir mezgil yiroq turgin. Hasan Basri mundaq dedi. Sen menden mangu yiroq turgin. Ali ibn Abu Talha ve Avfi ibn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivayet qiladi. Mening seni jazolashimdan burun sen meni öz meylimge qo'ygin. Zahhak, Qatada, Atiye, Cedeli, Malik ve başqalarımı bu haqda yuqoridagiga o'xshash dedi. İbn Jarir bunu to'g'ri deb qaradı. İbrahim aleyhisselamның atısıga bergan cevabı. İbrahim aleyhisselamga dadısı yuqoridagi so'zlarni qilgan vaqtida u dadisiga mundaq dedi. Sana amanlık bolsun.
Allah Teala bu vaqtda, ya'ni bu yaxshilarning nadonlarga deydigan so'zi ekanligi to'g'risida mo'minlarning sifatlarini bayon qilib mundaq dedi. Ular sizlarga omonlik tilaymiz deydi. Ya'ni gunoh bo'lmaydigan so'zlarni qiladi. Ular behuda so'zlarni anglaganda uningdan yuz o'rib, ya'ni quloq solmay, bizning amallarimiz o'zimiz uchun, sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchun. Sizlarga omonlik bo'lsin, biz nadonlardan do'stlik tilamaymiz deydi. Rabbimdan sana mağfiret tilayman. Ya'ni ata bolalikning hurmati uchun mendan sana hech qanday bir yomonlik kelmaydi. Ve men Allah Taoladan seni to'g'ri yo'lga boshlashni va sening gunohingni kechirib etishini tilayman. Allah bana hakikaten mehribondir. İbn Abbas radıyallahu anhuma ve başkalar bu ayetning ma'nosi haqida mundaq dedi. Allah Teala hakikaten bana mehribondir. Yani u meni o'ziga ibodat qilish va ixlos qilishga yetakledi. Suddi bu ayetning ma'nosi haqida u mening ishimga ko'ngil bo'lguchi degan bo'ladi dedi. İbrahim aleyhisselam Şam'a hicret qilib kelgandan tatib taki haramning masjidi Ka'bani selib bo'lgan İsmail ve İshaq aleyhisselamlar tug'ilib bo'lgandan keyinmi uzun bir mezgilgacha dadisining gunohining kechirilishini tiladi. İbrahim dadisining gunohining kechirilishini tilab mundaq dedi. Rabbimiz hesap oladigan kunda, ya'ni qiyomat kunida menga, ata-onamga va mu'minlarga mag'firat qilgin. Müslümanlar bu işte İbrahim aleyhisselam'a ergişip özlerinin müşrik, urug' tuqqan, xotun, balı çaqallarının günahlarının keçirilişini ta ki Allah Teala'nın İbrahim ve onun bilen birli bo'lgan mu'minlar sizlarga hakikaten obdan namunidir. Öz vaqtida ular qavmiga hakikaten biz sizlardan ve sizlar Allah'ını koyup ibadet kılıvatkan butlarınlardan ada cudamiz. Bizning aramizdagi adavet ve öçmellik ta ki sizlar yalğız bir Allah'a iman etkininglar kadar ebedi saqlanıp kalıdı dedi. Fakat İbrahim'nin atısıga etkan, elbette sana mağfiret dileymen, Allah'ın azabıdan hiç nersini senden dev'i kılalmayman digen sözünü sizlerning namuni qilishinglarga bo'lmaydi degan oyati tushkicha tilidi. Yani İbrahim aleyhisselamning dadisiga aytgan, albatta sana mag'firat tilayman, Allah Teala'nın azobidan hech narsani senden to'sib qololmayman degan mushu so'ziga ergashmanglar. Yani sizlar mushrik, urug' tuqqan xotun bala chaqalaringlarning gunohining kechirilishini tilamanglar. Ondan Allah Teala İbrahim aleyhisselamning bundaq tilashdan yomonlikni bayon qilib mundaq dedi. Payg'ambarga va mu'minlarga mushriklarning ahli do'zax ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin mushriklar ularning tuqqini bo'lgan taqdirdimi ularga mag'firat talab qilishi durust emas. İbrahimning otasiga mag'firat talab qilishi uningga ilgari qilgan va'dasini o'rinlash uchun edi. Uningga otasining Allah'ның düşməni ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin u otasi bilan ado juda bo'ldi. İbrahim bo'lsa haqiqatan ko'p chekkichi, ya'ni ko'ngli yumshoq, yetgan aziyatlarga chidamliq edi. Sizlardan va sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan narsalardan yiroq bo'laman. Rabbimga ibodat qilaman.
Rabbimning ibodatidan mahrum bo'lib qolmaslikni umid qilaman. U ulardan va ularning Allohni qo'yib cho'qinayotgan narsalardan yiroqlashdi. Uningga biz Ishoq bilan Yaqubni ato qildik. U ikkisining har birisini payg'ambar qildik. Ularga bizning rahmatimizni ato qildik. Ularning nomini baland va yuqori qildik. Alloh taolaning Ibrohim alayhissalomga Ishoq va Yaqub alayhissalomni ato qilganligi. Alloh taolo bu oyatda mundaq dedi. Alloh taolaning do'sti Ibrohim alayhissalom Alloh taolaning yo'lida o'zining dadisi va qavmidan ayrilib chiqqan edi. Alloh taolo ularning o'rniga ulardan yaxshiroq kishilarni berdi. Uningga o'g'li Ishoq va Ishoqning o'g'li Yaqubni ato qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Biz uningga, ya'ni Ibrohimga Ishoqni berdik. U Rabbidan so'ramasimi Yaqubni ushq berdik. Ya'ni Yaqub alayhissalomni nevri qilib yoki Ibrohim alayhissalomning talvidan ziyoda qilib berdik. Biz uningga, ya'ni Saraga Ishoq otliq bolasi bo'ladiganligi bilan va Ishoqdan keyin keladigan Yaqub otliq nevrisi bo'ladiganligi bilan xo'sh xabar berdik. Ishoqning Yaqubning dadisi ekanligida hech qanday ixtilof yo'q. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Yaqub jon uzayotgan vaqtida sizlar yenida bormidinglar? Shu chaqda Yaqub o'g'illaridan men o'lgandan keyin sizlar kimga ibodat qilasizlar deb so'radi. Ular sening ilohing va ota bobollaring Ibrohim, Ismoil, Ishoqlarning ilohi bo'lgan bir Allohga ibodat qilamiz. Biz uningga itoat qilg'uchimiz dedi. Shunga Alloh taolo bu yerda Ishoq bilan Yaqubni bir yerga keltirdi. Ya'ni biz Yaqubni ajdodidan tortib payg'ambar qildik. Alloh taolo Yaqubning payg'ambar bo'lganligini Ibrohim alayhissalomning hayot vaqtida bekitib o'tgan. Shunga Alloh taolo mundaq dedi. U ikkisining har birisini payg'ambar qildik. Agar Yaqub alayhissalom Ibrohim alayhissalomning hayot vaqtida payg'ambarlikka tayinlanmagan bo'lsa, uning va uning o'g'li Yusufning ismi bu yerda keltirilmaydi. Haqiqatan Yusuf alayhissalom payg'ambardir. İmam Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning eng yaxshi kishilarning kimlar ekanligidan so'ralganda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatan hurmatlik Ibrohim alayhissalomning o'g'li Ishoq alayhissalom, hurmatlik Ishoq alayhissalomning o'g'li Yaqub alayhissalom, hurmatlik Yaqub alayhissalomning o'g'li hurmatlik Yusuf alayhissalomlardir. Ularga bizning rahmatimizni ato qildik. Ularning nomini baland va yuqori qildik. Ali ibn Abu Talha bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz ularning nomini go'zal, chiroyli qildik. Suddi va Malik ibn Anasmu bu haqda shuningga o'xshash dedi. İbn Jarir mundaq dedi. Alloh taolo haqiqatan biz ularning nomini go'zal, chiroyli qildik dedi. Chunki hamma dindagi İslam, Yahudi va Xristian dinidagi kishilar ularning yaxshi gaplarini qiladi va ularni maqtaydi. Alhamdulillah. Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Maryam surasi tafsiridan 50-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.